Andijon Navbahor o'yinidan nimalar kutyapsizlar va bu o'yin haqida savol bor. Agar Andijon Navbahorga mag'lub bo'ladigan bo'lsa, Samvel Babayan Andijon jamoasidan ketishi mumkinmi? Shu haqida ham aytib o'tinglar deb yozibdi Muhammad Yusuf Ahmedov. Uni rahbariyat biladi, biz bilmaymiz. Men ham yozdim kanalga, o'sha Navbahorda ishlab yurgan paytda aynan Andijonga qarshi derbidan keyin Andijon 3-0 hisobidami g'alaba qozongandi. Shu o'yindan keyin Navbahordan iste'foga chiqarilgandi Samvel Babayan. Endi bilmadim. 6-turga kelib bunaqa savollar berish misol men hozirgi holatdan kelib chiqsa, deylik masalan hozir Oston O'runovni Andijon o'z tarkibiga qo'shmoqchi. Demak, Babayanga ishoniladi. Endi menimcha ishonilsa kerak. Tangan ikki tarafi ham bor-da. Hozir Andijon Navbahor o'yini men uchun, shaxsan men uchun ushbu turning eng markaziy o'yini. Har taraflama, chunki oxirgi yillarda Andijon va Navbahor o'rtasidagi raqobat yangi darajaga chiqdi. Faqat maydonda emas, maydondan tashqarida ham. Neftchi Paxtakor azaldan nima prinsipial qarama-qarshi o'zbek klassikosi, u azaldan klassika bo'lgan. Lekin Andijon Navbahor bu yangi yaqin kelajagimizdagi yangi paydo bo'lgan bir qanaqadir raqobatni cho'qqiga chiqqan edi. Ya'ni bu maydon tashqarisida ham, muxlislar o'rtasida ham, to'g'risi hozir Timboli Babayan avval Navbahorda ishlagan, hozir Andijonda va Andijon Navbahor derbi, bilmadim, yangi darajaga chiqqan bu qarama-qarshilik bu. Men uchun bu masalan ikkala o'yin bir vaqtga tushib qolganda Andijondagi o'yinni ko'rardim. Lekin Neftchi Paxtakor o'yini ham eng markaziy bo'lishiga asos bor-da, chunki turning jadvalda ketma-ket qiziqarligi, prinsipialligi hozirgi holatdan kelib chiqsak, o'yin atrofidagi masalan Andijon uchun bu muxlislari deylik nimadi o'tgan turda Nasafga yutqizib qo'ydi, xafa-yu. Lekin hozir deylik Navbahor bilan o'yindagi har qanday yaxshi natija ularni juda ham xursand qilib yuboradi, unutib yuboradi. Har qanday mag'lubiyat unutib yuboradi va Navbahor uchun ham shunaqa holatki, Navbahor hozir Andijon yutsa, bu bilmadim, Kapadze dunyoning eng kuchli murabbiyi sifatida ular uchun gavdalanadi. Chunki bular uchun hozir eng ashaddiy raqib kim desa Andijon deydi-da, Navbahor muxlislar. Avval aniq edi-yu, mayli nima Paxtakorni yutib tursa bo'ldi deyilardi. Hozir menimcha hozir Paxtakorni yutgani kerakmi, Andijonni desa, menimcha derbida tanlaydi ko'pchilik. Endi o'yindan nima kutyapsiz? O'yin taraflama ham qiziqda. Kapadze, Babayan bir-biriga nimani taklif qiladi? Endi Kapadze bilamiz. Hozirgi holatda Babayanni ham baribir nimadir o'ylab qo'ygan rejalar bo'ladi-yu. Menimcha Babayan bu o'yinga 3 hissa katta ishtiyoq bilan kirishadi. Ko'ramiz. Qiziq, lekin endi hozirgi holatdan kelib chiqsa, o'yin futbol naqasidan kelib chiqsa, nimaga asoslanaman? Masalan, Navbahorning o'yini baribir yorqinroq, tan olish kerak. Har taraflama, o'yin taraflama Navbahor ustunligi bor. Lekin Andijon muxlislarini o'z o'yida o'ynashi va muxlislarni inobatga olgan holatda ularning ham imkoniyatlari keskin oshadi. Muxlislari fonida baribir ularning imkoniyatini yuqorilashtirish mumkin-da. Lekin o'yin taraflama hozircha tan olishimiz kerak. Men hali hech narsa ko'rmayapman. Ya'ni Navbahorga nimani taklif qila olishini. Agar Oston O'runov maydonga chiqsa-da, o'zi Oston individual qanaqadir harakatlari bilan muammo yaratish mumkin derdim. Lekin hozircha Andijonda baribir jamoaviy o'yin kutilgandek shakllangani yo'q. Navbahorda baribir bor. Navbahorda ham muammolar bor. Ya'ni qaysi muammo? Pozitsion hujumni tashkil etishda biroz muammolar bor. Ya'ni pozitsion hujum hali maromiga yetgani yo'q. Navbahorning asosiy hozir ustunligi o'sha pressing natijasida to'pni olib qo'yib yoki o'sha standartlarni yaxshi amalga oshiryapti va pressing natijasidan deylik Paxtakor bilan o'yinda raqibni xato qilishga majbur qilib olgandi. 45 ga 55 nisbatan baribir o'yin taraflama olsak, Navbahor ustun.
so'zsiz markaziy o'yin maqomiga mos keladi bemalol afisha jihatdan ham. Lekin baribir men uchun markaziy o'yin Neftchi Paxtakor turnir jadvali nuqtai nazaridan ham, jamoalarning hozirgi darajasi nuqtai nazaridan ham ochiqroq o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Andijon Paxtakor Andijon Navbahor bilan nisbatan yopiqroq, ya'ni taktik jang ko'proq bo'ladi deb o'ylayman, chunki bu yerda tavakkal qiladigan joylari bor. Misol uchun Andijonga ham qimmatga tushib qo'yishi mumkin mag'lubiyat, shuning uchun ehtiyotkor o'ynaydi. Xuddi shunaqa Navbahorga ham, chunki raqib prinsipial. Shuning uchun ko'ramiz, faqat televizorda ko'rib. Lekin Andijon Navbahor afishasidagi o'sha nafaqat o'yin atrofidagi gap so'zlar, o'yin atrofidagi nimalar bilan ham qiziqroq bo'ladi baribir. Bu jihatdan bo'ladi ustunlik. Bu tarafdan albatta Andijon Navbahor o'rtasidagi o'yinga bo'lgan qiziqish ham yuqoriroq, chunki bular o'rtasidagi o'sha oxirgi yillarda Shaboz aka aytgani haqiqatda o'rtasida ham boshqa rahbariyatlar o'rtasida ham haqiqatdan raqobat bor ikkala jamoa o'rtasida. Andijondagi o'yinda men ham o'sha siz aytgandek shouroq bilan ko'rsak kerak. O'yin taraflama yopiqroq o'ynash mumkin, lekin o'yindagi janjal, muxlislar bir-biriga hayqiriqlar, o'shaqa o'yin ko'rsak kerak. Neftchi Paxtakor o'yiniga keladigan bo'lsak, bu yerda men tagidan biroz boshqacharoq o'yin kutaman. Jamoalar ko'proq ochiqroq o'ynab, ko'proq gol bo'lsa kerak. Superkubokda boshlanishda biroz ehtiyotkor o'ynashdi, keyincha bitta gol urib olgan jamoa yutib ketadigandek tuyuldi-da o'zi o'yindan keyin. Superligadagi bahsda biz ochiqroq o'yin ko'rsak kerak. Ismoilov jamoasidan ham Shersdagi deyarli hamma to'g'ri gaplarni gapirib o'tdilar, lekin yana bitta tarafi ham borda. Hozir o'ylab qoldim. Men to'g'ri Andijon Navbahor nisbatan yopiqroq bo'ladigandek tuyuladi. Andijon uslubi shunaqa, masalan, ehtiyotkor futbol quradi. Babayan yoki Kapadzeda ham masalan oxirgi o'yinlarda bitta ikkita golni hal qilyapti. Lekin taraf bor. Andijon bu gal o'zida o'ynaydi. Ya'ni menimcha durangni ham muxlislar hazm qilishi nefakt va Andijon vabankka borishi mumkin. Ya'ni ochiq o'yin namoyish etishga majbur. Menimcha hozirgi holatda Andijon qanaqadir borini to'kadigan o'yin bo'ladi mana bu o'yin, chunki hozirgi holat shuni taqozo qiladi. Holatdan kelib chiqib shunaqa o'ynash kerak, lekin bu o'yin ochilib yo'q, 1-0 ga rozi bo'ladi, lekin 100% 1-0 ga Navbahor rozi bo'ladimi? Vot shunisi bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan to'g'ri, ham aytayapman, uslubdan olib qarasak ehtiyotkor, taktik o'yin bo'ladi, lekin bu o'yin shunaqa bo'lib ketishi ham mumkinki, gollar shousiga aylanib ketishi ham mumkin. Yonib ketishi mumkin. Bu o'yinda xuddi haqiqatan ikkita futbol o'ynaydigan yorqin o'yin bo'lishi menimcha deyarli kafolatlangan o'yin, lekin borki Neftchi ham baribir to'g'ri hozir hamma o'yin yutyapti. Masalan, Islom Ismoilov ham baribir o'tirib o'ylaydi-da, hozir birinchi o'rinda 3 ochko raznica bor. Hozir aslida Neftchi uchun Paxtakor to'g'ridan to'g'ri raqib hozirgi holatda, har qanday holatda ham. Va Neftchi uchun bu o'yinda muhim yutqizmaslik, ochko yo'qotmaslik. Bir ochko ham, ya'ni o'sha tafovutni saqlab qolish ham juda katta yutuq bo'ladi aslida. Chunki to'g'ridan to'g'ri raqibi bilan 3 ochkolik farqni saqlab qolish ham bu baribir yaxshi anaqada. Ya'ni aytma, bu degani Neftchi durangga o'ynaydi emas, lekin vaziyat shuni taqozo etib, bu o'yin taktik kurashga aylanib ketishi ham mumkin-da. Shunisi bor. Endi bu savollarga biz 7 va 9 aprel kunlari javob olamiz.